Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana qadamgina Mekrjon. Bugun men sizlar bilan Qasoskorlar Qiyomat kuni filmini 4 chiqqan treylerini, rasmiy treylerini reaksiyasini qilaman. Sizlar videoni boshlashdan oldin videoga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Something's coming. Ikki odamlar Something we may not be able to deter before this day is done. We should be faced with an Doktor Domma treylerda birinchi marta ko'rishdi. O'zi birinchi treyler no. Boshqa ko'rishdi va unthinkable decision. Marvel introsi. I've fought with many warriors. Qasoskorlar, yangi qasoskorlarning binosi oldigina ancha o'zgargan. Stark bor payt bunaqa emas edi. It's my time. Fantastik to'rt nima qotdi bilan orasida. Kapitan Amerika, Bucky, mama, Jamal Adam. Stronger than all of us put together. Yangi qasoskorlar. Fantastik to'rtlik, eski qasoskorlardan 3tasi bor. And they died. They died facing enemies and threats. Qora Pantera urisharkan Wakanda bilan urushsa kerak. No, ularning kinosini ko'rmaganman, bilmayman. It scared me far less than this one. Kim? Katta ehtimol Doktor Doom. Yoki bilmadim. Tansiya o'xshaydi. Ya, dumagan bilan qoldi. Sanki bilan Gambit urishadi. Everything that they sacrificed will be for. Tabiiy kalit kimda bor? Kerakda Loki'ni oldiga kelsa kerak. Loki'ni chaqirsa kerak. Yana bilmadim. Nothing if we do not stand together. Put aside your petty squabbles. Xo'sh, kinoda ikkita odamlar bilan yangi qasoskorlar urushadigan sahna ham bo'lar ekan. Presume nothing except this. If you return, you will return as brothers and sisters. Ana ularga nima deyapti? Mana shu bo'ladi deb o'ylayman. Quchoqlab yig'layotganiga. Chunki kinosini oxirida ham shunaqa yig'ladi. Fantastik to'rtlik kinosida. Keyin o'g'lab turadi. Mark my words. Voy, bu qasoskorlar cheksizlik jangimida tanisi oldiga keladi, tanisi qo'zg'alib keladi. Shunaqa chaqmoq bilan ko'tarilib urmoqchi. Buni qarab qo'yarmikin? Chunki kinosida ostida cheksizlik toshi yo'q. Ostida cheksizlik satasi ostida cheksizlik toshi bo'lsa ham qaytara olmagan-ku tanisi. Bunda hech qanaqa tosh yo'q. Voy, ikkita barmoq bilan bundan to'xtatib qo'ydik. Bor kuchi bilan kelgan narsani ikkita barmog'ida. Bizlarga ko'p chiqadimi? We're going to need a miracle.
Hey, pal. It's not possible. Kep. O'sha o'zimizdan eski kepmi yo'qmi o'shani tekshirib ko'ryapti. Boltani ishlatib chunki qasoskorlarni o'sha 4-shinasida boltasini olib ketib qoladi-yu. Yo, olib ketadi 70ga. Kep. Tor o'sha qasoskorlarni 3D ko'rinishda bo'larkan, sochlari olingan, ozg'in semiz bo'lmagan ko'chak payti, Kapitan Amerika ham shunaqa soqolli paytida bo'larkan. Yaxshi. Ularni keyingi anaqasi ham bo'lmaydi-da. Nima deydi? Ya'ni oxirgi kurashda Endgame'dagi ko'rinishda bo'lgani to'g'ri bo'lmadi. Nima deydi? Thor umuman Doktor Doomga qarshi chiqolmasdi. U semiz holatida tanasi bilan sog'orishgan. Bundan qancha kuchli deb eshitganman. Eshitdim, yana bilmayman. Marvel kinosida lekin Doom bunchalik kuchli ko'rsatilmagan fantastik filmda hech kim kuchli bo'lsa Infinity Vision mana bu qaratishi formatda oladi. To'rt oy qoldi. 5 oy. 5 oy keyin chiqadi. Hozir qaratishi o'g'limcha odam kino chiqishiga ham 5 kuncha qoldi, 5-6 kun. 5-6 kun qoldi o'g'limcha odam kino chiqishiga. Treyler yaxshi, zo'r. Maza qildim deyolmayman. Bu treylerni o'zi 2-3 kun oldin ko'rib oldim. O'shaning uchun reaksiya wow bo'lmadi, lekin shu birinchi ko'rgan wow, etlarim jimirlab ketdi. O'sha paytda vaqt bo'lmadi video olishga. Endi olma. Bo'lish yo'q. O'zi men video kutgan bilmadim. Kutilgan uncha obunachi men 23 ming. Ko'rsa istasi kerak. Xo'sh, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yaylik. Deydi 1 oymi, 2 oydan beri video qilmayapman. Aktivam tushib o'lib ketgan bo'lsa kerak. O'lib ketgan aniq. 3 kundan oldin videolarni prosmotr olmayapti. Aktiv ko'tarib yozilib, bu yog'iga ko'proq kontent qilishga harakat qilaman. Chunki o'rimchi odam kino chiqyapti yaqinda. Yana anaqa chiqadi qasoskorlarni yangi treyler 2-3 oydan keyin baribir. Qanaqa alohida boshqa videolar bilan aniq qo'yaman. Anime haqida, o'yin daftar haqida o'shalar ham chiqarishga harakat qilaman. Faqat sizlar paytda like bosib, kanalimga obuna bo'lib, aktiv ko'tarib bersanglar, aktiv bo'lma qilib bersanglar qilaman. Agar shu video 24 soat bir haftadan 100 ta like yig'sa, qanaqa video chiqarishim kommentariyada yozib qo'yinglar. O'sha mavzu bo'yicha video qilaman. 100 talik. Xayr, salomat bo'ling. Sizlar bilan Bekorjon bo'ldi.